Arılıq. Biz tomuzgılarning sayrışığı taqabıl turanmaymiz. Köpünki əynəkning arqısida doktorxananın binası. Arılıq. Sestralarning shakli o'zgargan chiroyi bizning ajibiy rasmdek o'ltirishimizni ko'rsatdi. Biz soğuq su bilan aroq ichgach, derizini echib etib, yerim yalang'och holda turmush, millat va qizlar to'g'risida zahar xandilachib paranglashimiz. Tomuzgılarning ovozi pat-pat uyga bostirib kirib, parangimizning eng muhim yerlarini buzib etdi. Ular bir bahanlarni tepib, meni yolg'iz tashlab chiqib ketdi. Quruq butilkalardan hosil bo'lgan turmushning bundoq romantik manzarasi meni xuddi g'o'r munchisi ichida turgandek his qildirdi. Men ishni quluplayman. Ishqi berishim kerak. Mening mollaq atqim keladi. Mening o'zimni o'ldirib olg'im keladi. 1994 yil iyul Beijing.